Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hammelerininki kadem teşrif kılganlarına Allah Teala ecri versin. Okuganlarımızın menfaat yetküsün inşallah. Menfaatli kıp versin. Bugün bu şu terbiyeninki maksidi ve halal haram meselesine toxtalmoqchimda. Terbiye deymiz, bala terbiyesi deymiz, İslam terbiyesi deymiz. Şu terbiyenin maksidi nimamdi? Nima bo'lmoqchi deganda hamda terbiyenin asaslıq maksidi balalarni o'zini ve başqalarını baxtli qila oladigan, Alloh taoloni rozi qila oladigan, diniga, millatiga ve xalqiga manfaat yetkaza oladigan, yani hayotga to'g'ri muomala qiladigan yaramlıq Çin Müslüman kılıp terbiyeleş. Çin haqiqiy ma'nodagi Müslüman kılıp terbiyeleş maksat hamda. Bu Çin ma'nodagi Müslüman kılıp terbiyeleş hamda nayt ustur, doktor kılıp terbiyeleşten, injener qilishdan, fizika mutaxassis bo'lishdan, biologiya mutaxassis bo'lishdan, birer hünərinin nayt ustası bo'lishdan, nayt çoğ biznes boy bo'lishdan, çoğ siyosatchi bo'lishdan, çoğ doktor, qaracım, molla, hacım buluştumu bakmında Çin ma'nodagi Müslüman buluşam. En merkezinde. Muşu bo'lmasa, qolganning hammasi baka. Endi qisqasi İslam milletining qad ko'tarishi shaxslarning, ya'ni insonlarning Çin ma'nodagi Müslüman bo'lishini boshlanadi. Shuningdek keyin moddiy imkoniyatlarga tayinib, o'xshash bo'lmagan sohalarda yetishib chiqish talab qilinadi. Ya'ni Çin ma'nodagi bir Müslüman qilib tarbiyalagandan biz 0 yoshdan 7 yoshgacha bolamizda Çin ma'nodagi haqiqiy mu'min qilib tarbiyalagandan undan keyin qilgan ishlar imkoniyatimizga qarab, ya'ni o'xshash bo'lmagan fanlarni cho'qim o'qitishga, cho'qim fanda o'qishga, farzamda fanda o'qishcha hamda xuddi dinda o'qish farz bo'lgandek, uni farzamda shunday qilib Müslüman doktor, Müslüman muallim, Müslüman dehqon, Müslüman tijoratchi, Müslüman kadir, Müslüman ishchi, Müslüman hunarvan barliqqa kelgandan jamiyat barakatli bo'ladi. Hozirgi zamonda qaryapmiz, hammadan Müslüman shunama, Müslümanlar qimir o'ynamaydi, o'g'li qilmaydi, zina qilmaydi, adam o'ltirmaydi, mashkar namoz o'qiydi. Ammo yolg'on aytadi, adam aldaydi, kazzablik qiladi, va'dasi tutmaydi, vaqtga rioya qilmaydi. Ya'ni demak, bu Çin ma'nodagi Müslüman bo'lmagan gap. Shunga Allohning yordami kelmagan gap. Chunki Qur'on Karimda va kana haqqar alayna nasrul mu'minin deyilganda biz haqiqiy mu'minlarga cho'qim yordam qilamiz deyilganda Alloh taolo. Shu Alloh taolo yordam qilgan mu'minlarning qatorida bo'lmaganligi uchun holimiz perişan hamda ishlarimiz bu shunday hamda. Shunga gap hamda haqiqiy ma'nodagi Çin ma'nodagi Müslüman bo'lsang, Alloh qabul qilgan darajadagi Müslüman bo'lsang, qolgan ishlar keyin keladi. Ammo masalan, balani nayt belki yaxshi o'qitibdi, nayt usta politikachi bo'libdi, siyosatchi, nayt katta boy bo'libdi, nayt usta doktor, vrach bo'lib ketibdi. Ammo u haqiqiy ma'noda Müslüman bo'lmagan bo'lsa, bu u vrachlikda qotil bo'ladi, pul tepishda qo'ymichi bo'ldi. Demek insaf iman bo'lmagandan keyin hammamiz narsa nol. Masalan bir dana nollan jiq nollan qo'yib, bir dana birini qo'ysa oldiga, bir dana birining oldiga 1 nolni qo'ysa 10 shunama, 2 nol qo'ysa 100 shunama, 3 nol qo'ysa 1000, 4 nol qo'ysa 10 ming shunama hamda. Ammo birini evassaq, nolning hammasi hech kimga yaramaydi. Bir bo'lsa hammasi yarashnama, iymon aşı bir shu. Haqiqiy Müslümanlık bir. Qolganning hammasi qishdiki 0. Yani qishdiki 0'lar. Tushunishlik bo'ldi shunday mi? Endi Çin Müslümanlık adamning ichki dunyosini boshlanadi u. Tashqidni emas. Men bugun Çin bir Müslüman bo'layim, kiyim nimamni rasabi, ash musulmoncha bir kiyinay, qo'limga tasbihni olay, saqalamni ishga g'araj qilay. Uzun ayda, yani demek işte Müslümançı gül Hızır'da bir kürüneyi de kılgan balan bir baka kuruk emdi oça. Şu an Müslümanlık işçinin başında. Aşı zinnetler, işçimizin zinnetlense, işçimizin, kalbimiz zinnetlense. Teşimiz meyle ne mi kiysek kiyeyle, ne mi bolsun, işçimiz zinnetlense en mühimi şu anda. Müslümanlığın içki dünyası, onun taşkı dünyasının körken bolğanda, yani içki dünyası, taşkı dünyasının güzel boğa vakti da, Çin Müslümanlık öz ifadesini tapkan buldu. Mubada Müslümanın taşkı dünyası
İçki dünyasını güzellab qalsa, xuddi ko'nrab qolgan, eski ko'ni bir model mashinani, ko'ni bir mashina, tüpsini par qilib paqirtib qo'ygandan keyin, bunda qarasang, shu yangi model mashinada ko'rinadi. Ammo ishchi qarab shunday, ba'zi odamlar shunday qiladi. Ko'ni model o'zi ishga yaramaydigan mashina o, tüpsini paqirab qo'ygandan keyin paqirtib qo'ydi. Endi ba'zi mashinalar bor, ko'nda ko'rinadi, ammo ishlaydi. Shunga o'xshashamda. Endi Çin Müslümanlığının ifadesi Allah Teala'nı layıkıda uluglaş, özünü Allah'ın aldığında küçük sanaş. Özünü Allah'ın aldığında küçük sanaş. Çünkü insan Allahsız, güçsüz. Allah olan bağını güçlük. Şu an Allah'a tayiniş, her kadar işte tayiniş, güç kuvvet, ilim, marifet, her neyse de Allah'a tayiniş hem de Çin mende Müslüman adam ayal için ölgülük balları için ölgülük ata-ana, qo'shnilar için ölgülük qo'shna, xizmatdoshlar için ölgülük xizmatdosh, hamma narsani ish qilib ölgülük bir ayolmi, ya'ni eri uchun shunda ölgülük ayol, ballar uchun shunda ölgülük ayol, xuddi sahobalardek ashunda bo'ladi. Shunda bo'lgan vaqtida Alloh taolaning yordami kelgan hamda. Endi Çin ma'nidagi Çin musulmon odamning sevgi nafrati faqat Alloh uchun bo'ladi masalan. Bir kimni yaman görse, yaxşı görse Allah için buldu. Ma Allah'ın dinine karşı ma o, Allah'ın düşmanı ma o, yaman görmem bunu. Hakikaten tukunun bolsa ma, hakikaten tukunun bolsa ma, Allah'ın düşmanı olsa, ben bunu yaman görmem, diş kirek. Hem de şu hakika Allah'ın yaxşı bendisi, yaxşı mümin, yaxşı bolsa, qaysı millette bolsa, benim tukunum emez, tilim başka, benim milletim başka, örf adetim başka demek, onu yaxşı görüş deydi hem. Bizning o'lgimiz Hazreti Muhammad sallallohu alayhi vasallam ana shundaq edi. U shundaq alohida axloq fazilati orqasida chorak asrga yetmaydigan bir vaqtda bir millatni o'zgartirib o'tdi. Ya'ni bir millatni o'zgartirish uchun tarbiya mutaxassislari deydi, oz deganda bir avlod almashish kerak deydi. Bir avlod almashish. Masalan, shu hozirgi avlodlarga, hozirgi insonlarga Alloh yordam qilmagan bo'lsa, bir yerda bir chatoq bor. Bunu ya üzünü tüzetiş gerek. Eğer üzünü tüzetmese başka avlatı bunu almışış gerek. Almışkanlıkın Allah'ın yardımı kip kalışı mümkün. Bu bir avlat almışış normalde 40 yıldaydı. Nimişka 40 yıldaydı dese Musa aleyhisselam kavmini nimeden Mısır'dan elip Filistin'e meniş jarayonida Sina çölde 40 yıl bu Allah Teala azdırıvatıdı bunu. 40 yılın içinde 25 yaşın üstündekilerin hemmesi öldü. Musa Aleyhisselam aşağıda ülep tügeydi. Harun Aleyhisselam aşağıda tügüşüdü. Kabrisi aşağıda kaldı onun. 20 yaşın üstündekiler hemmeli öldü. Ölgendiğin 40 yıldan keyin Yuşa isimli bir kişini Allah Teala asli o Musa Aleyhisselam'ın yigitiydi. Şunu Peygamber kılıp evveltip 40 yıldan o Yahudilarını Palestin'e kirgilik koydu. Demek şu 40 yılda bir nime nesil Allah Teala'ga yakmagan nesil özgerdi. O kanda nesildi o Allah Teala'ga yakmagan dese onu Mısır'dan şurada açıkıpla bir kurukluklu kelgendikin bir tane Buddhist kavmini körüp vay Musa sen bizge but tiklep bergen biz butga ibadat qilamiz deb turib oldi. Degan ki hay tovudanglar sizlar Allah shunday yaxshilik qilib aylanib qilgan tursa endi nim bo'lding mendam jahil qavm bo'lib ketdinglarmi deydi. Undan keyin kelib yana nayta bek jiq ishlar bo'ladi ish qilib Musa alayhisalomni nayta bek xafa qildi. Musa alayhisalom sahobalar bo'lmasa o qavmlar chiqib Allohga yoqmagan bir yerlar bor undan keyin shuning bilan Alloh taolo bularga nusratni ato qilmay 40 yil adashtiryapti. 40 yilning ichida 20 yaşının üstündeki ülep bir evlat yenilendi yani. Yenilendi. Xuddi hücreler yenilenganda, kan yenilenganda, kan yenilenganda uluğa yardım kıldı da. Şuna Allah Teala'nın yardımı aşı üstündeki hakiki yardımga layık bo'lgan kişilerge kildiken. Yani dua kılıp eğer şu dua bilan iş hal bo'lgan bo'lsa, şu Filistinga men şu aqlimga kelsam şu 90-yil tatib ana şu chet elga chiqqandan tatib Filistinga har cuma kuni haramda duo qiladi, boshqa duo qiladi. Filistinning ishi hozir uni yaxshilanish emas, ta'tirga ketib bordi. Isroil yeb ketgan qo'yibdi. Nimishqa bizlarga shu duo bilan o'tirib ish qilmaganligimiz uchun qushning biğdani qushninki bidan qanti sinib ketsa, biqanti bilan ucholmaydi-ku. Bir kanatlı uçkanını köğenmezse köğmegen şuna şuna bir kanatı o kuşun dua bir kanatı sebep. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sahab
bilse nima tugamni avval bağlaymi ya Allah Taalaga tevekkül kılaymi degan tugamni bağla, onu Allah'a tevekkül kıl deganda sebep qilish kerak. Bizlar ishlamay duoga yetib olganlar an faqat Allah Taala'nın ishlab o'zimning kuchi bilan qilaman debmi Allah Taala'ni yiroqlashib Allohning yordamidan yiroqlashgan ahvollar bor. Shu har ikki ahvol Allohga yarmaganlik uchun ahvollar shunday bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shuna biz hammadan bak inson tarbiyalashga muhtoj, inson tarbiyalashga. Shu dunyoni o'zgartirganlar insonlar. Shuna yaramlıq insanlar biz ihtiyaç olan en zor baylık hamda. Endi ötkende mavi yetimler to'g'risida biz bir to'xtalgan bo'ldik hamda. Yetimler to'g'risida to'xtalgan bo'ldik. Yetimler to'g'risida qilib qolgan nima gap hamda? Haqiqatan yetimni beqish dunyodagi eng savobli, eng barakatli, eng yaxshi. Asan bir odamning turmushi nacharroq bo'lsa, bir yetimni beqib, ashunga xarajat qilsa, Allah'ın savabını Allah'ın kütüp aynı kılsa Allah Teala çok bereket verir hem de onunla. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyen ayda kıyamet günü men bilen billi buldu, cenneti men bilen billi buldu diyen. Hem de yetimni beqish diyen yetimni uyga akirib beqishgina emas. Her xil yollar var onunca. Uyga akirib baqqangina hesap emas. Onun başka nurgun yollar var. Yetimni baqqanga kirtgan yollar var. Şu yollarınki mesela birincisi kol ilkide bar aileler mahallesinden yoki tuqqanlar arasından birer yetim balını balı qilib beqib olib, onu öz balısıdek terbiyelab, o'qitib, jamiyatga, musulmonlarga foydali, iymonli, axloqli bir inson qilib chiqish. Mana bu bularni qilish Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lishni xohlaydigan musulmonlar uchun qiyin emas. Bu beqish. İkincisi, yetim balalar uchun ma'lum miqdorda oylik pul to'xtatib qo'yib, ularni çoğun bulup öz ihtiyacını özü çıkarlaydıgan bulguculuk teminlep durur. Hem de yetim balının öyle kirip bakamısan mı şu yetim balı palanın uydu yetim balı bakken palanın mektepte palanın yetim balı bakken dese aşının aylık ayda hem de kaçlık halısan hem de kaçlık halısan o hele yaxşılıkның çoğun küçüğü yok hem de hemmisini Allah Teala kabul kıldı hem de şu işte binası atap koyup muşup yetim balığa dep aynı ne koysun bu yetimin bakkanın katarı kirdigen. Yani Arap İslam memleketlerinde yetimlerini kapasitetlendiriş namı aslında köplerin cemiyetler var. Aynı ilanlarını çıkıyordu. Cemiyetler biri de bulunmuş. Türkiye'den bayına. Şunun biri de ulan da yetimlerini yetkizip bir de insaf olsa inşallah. Onun üçüncüsü âli mekteplerge o'qishga kirish uchun ciddi iqtisodga muhtoj bo'lgan yetimlarning o'qish chiqimlarini ko'tarish. Bu hamda buningki bedelini hamda Allah Teala bəmisi Allah Teala'nın başqa heç kim bilməydiğin acayip çoğ mükafatda bir yetim balını âli məktəbdə oxub yaramlıq bir insan qılıb qoydu. Adəti bir yetim balını beqish, onu qosuqunu beqib bir üləb qalmaqçılar ki bakkan deydi qoyamdı o. Aşın bakkanға kirdi. Lekin mani beqib âli o'qishni pul tilab o'qitib ravurs bir insan qılıb qo'yish degan hamda uni tirildigan bo'ladi hamda uningdan bak katta bir iş hamda. Onun için dördüncüsü yetimler bir ailelerge nakbol yoki yemek, içmek, kiyim-kechak qatorliq turmush ehtiyojini yetkazib berish. Hammadan o'zini chami yetgancha. Qanchalik yetkazib bersa. Beşincisi dini medreselerde o'qiyotgan yetim balalarning barliq chiqimlarini ko'tarish. Altıncısı çoğ yordamlarni qilolmaydiganlarning mahalladagi yetim balalarni haftada bir qatim bo'lmagan bir oyda bir qatim bo'lsin uyga chaqirib aç balalarni hiç yo'qmasa aç mektep balalarını uyga chaqirib akirib bir qatim tamoq berib qo'ysa qat'iy unutmaydi ekan uni. Acayip unutulmaydigan bir ishga u. Ahir deymizki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin senin sebebin bilen Allah Teala bir kişini hidayet kılsa bu senin için dünya ve onun bütün narsalardan yaxşıdır degan İmam Buxari ve Müslim rivayet qilgan sahih hadis. Bu sözünün ruhi bilen aytganda bir yetim balını beqib, terbiyelep, o'qitib, insoniyatga, jumladan musulmonlarga manfaatlik, yaramlik bir inson qilib chiqishning naqadar ulug' katta ibodat ekanligini söz bilen bayon qilishga kuch ojizlik qildi. Endi shunchalik endi bir odamni tirildirganlik bo'ldi bu endi ayna bir katta bir ish endi. Endi bu halol yeyish masalasi kelgan vaqtida bizning ibodatlarimizning qabul bo'lishi, dualarimizning ijobat bo'lishi uchun mushu halol yeyish nihoyatda bek muhim endi. Bu galdan o'tgan narsa
agar shu halol bo'lmagan vaqtida xuddi zaharli bir dorini yeb qo'yganga o'xshash cho'qim bir yerga hozir zira qilmasa keyin zira qildi cho'qim endi chataqamdi shunda halol haromni ilg'ash bek muhim endi hozir harom 3 turlik bir harom bor jamiyatda. Biri taladın iyadın bir yerden göçlük binası yegende aşkallarda iyadi bir yer. Hazır Uygurlarının aşkallarına belki işlenmeyetken bulup kaldık hazır. Buran başka kerindaşlarının aşkallarına girmek Uygurlarına gittik. Uygurlar ama Xitay'ın binasının tehdit kollarına ekilip kıtkan bulup gittik de. Onun gibi işlengil olmaydı. Aklını bulgaydı aşkanға girip tamak yese. İmkanı fakat boğumuğa vaxtıda kirsen o başka gap. Ama aşkalların tamak yiyiş balınınki aklını bulgaydı. Hem onunla çocuğu kuşu, demek kuşu, bilme kuşu deyip anlavatımız yani haberlerde. Ayda bir nesli aralışıp kalırken onu saklanış. İkincisi kişinin hakkı pul melimizga azırak olsun aralışıp kalıştın saklanış. Üçüncüsü çipsi deyimiz, Coca-Cola deyimiz, o deyimiz, bu deyimiz insanın ten salametliğe, ballarının ten salametliğe ziyan yetkisi neslerden saklanışmış. Haram meselesi bu 3 neslin için tutuşta. Biri şu haram eynilik, çoşku kuşu, işek kuşu okşaş. Mesela başka nurgun restoranlarını anladık koyumdu, haberlerde anlavatımız mesela. Tutulup kağalla var mesela. Köfteci Yusuf deydi o mesela. Şunun okşaş aynı neslerindeki aralışıp kalış ihtimalini saklanış gerek. Bu çokum bağ, onun neymiş ki yoktu. Mesela sırttaki mesela sucuk unduysa, hakiki bir sucuk alaydıysa kilosu 600 TL'ye deydi. Küçüm yetmedi alamadım ben onu. 600 TL'ye deydi o. Aşı rakik kılgan yerde. Ama şu bazarda, ilgi magazinde iyi dese 200 TL, hatta bazarda 100 TL deydi. Bu göçünün bahası 500 TL tutsa, bir tane sucukla 100 TL dese kim işini nimba onun içinde? Onun içinde göç yok. O şununla okşaş yani bir azam binasıga aldınıp haram yapsaması gerek. Ama bu şu böyle kıyma tayaq koyan kıyma %100 hem de onun çokum onun da katı olmaydı hem de Müslümanlar katı olmaydı. Kıymını üzümüz kılaylı, ekilip üzümüz kılaylı öyle. Onun için talan göçlük tamakını. Eğer bet yükümüz gibi gelse talan kuskumuz gibi gelse göçsüz tamakını iyisi buldu mesela. Göçsüz. Mesela fasulyası var, nemesi var, osu var, boşuna göçsüz. Göçlük tamakını yiyişten saklanış. Ballarının aklını saklaşımız için. Onun için aşında kişinin hakkı koşulup kalır. Kişinin hakkı dese bikim binasını evamaydı o. Mesela bir adam mesela zakatka ya ki yardımga ihtiyaclık emas tutsa, qanday adam zakatka ihtiyaclık emas dese, o adamın $5000 kəgiçilek, ya $5000 hem de hazır 85 gram 22 gramlık altında 85 gram altın kəgiçilek pulu zapas bolsa bu adamın bolsa, bu adamga yardım eliş, zakat eliş durus emas. 85 gram pul kəgiçilek zapas pulu yok adamga. Zapas pul yok adamga, onu eliş durus oldu. Şu an hem adam yüzü tanışıp aynı kılış gerek. Eğer o adamga yüzü bay turup, nurgun pulları var, altınları var, aynı turup hem de eğer yardımını alsa, adam başkalarının, kembağıllarınınki hakkını yivağın buldu. Zaten o yancı kulunu tıkıp evaması mı? Anında eğer ma adam almışsa, onu hakiki ihtiyacı olan bir kembağıl alattı onu. Onu elişten onu ma ev aldı. Bunda işlerine belki dikkat etmek gerek. Şu halal haram meselesinde Özbekistanlık bir ayal, bir yazgıcı ayal vardı da Tursunay Sadıkova deb. Bu ayalının bir bala terbiyesi degen bir kitabıda bunda bir kısımdaydı. Bir şehirnin bir ehli ilmeden bakın, nayt, mötver, nayt, yaxşı, halal niyet emdi. Qat'i qarab şak qılğılı bo'lmaydigan bir adam. Şu adamınki bir gün qarasa, balası gitip berip bir mahalleninki, meşçisininki şu Cuvaldırızını akılıp meşini teşvik edip geçip gidip de bu. Meşini teşvik edip ketkendim da qarab kim kıldıysa aşu palanı mötüber yaxşı adamның balı şunda kıldı degen bu qanda gap bu yaxşı adamның balısı bunda eski olamdı dep men bu deyme bunu dep aşu adam ki deydiken sizning balınız bu şunda bunda kıldı degen bu adam hayran kaldı degende men төлep berey sizga gap bolmang dep kelip men balamni şunda islom terbiyesi terbiyelegan tursam men bu anısımı şunda halal haramni
shunda ilg'igan tursak, bu çatak nereden çıktı? Ço'qim bizde bir çatak bor, çatak şehridan chiqdi deb ayoliga kelib, balamizga bunda haram yugizib qo'yganmi? Ya nim bo'ldi bu balam shunda yomon ish qilibdi degandan keyin bu ayol, siz menga nima deyapsiz? Haramdan akaldingizmi, haloldan akaldingizmi? Siz akagingizni biz yugizdik. Siz o'zingizni tekshirib baking, nima akagingizni, qanday ishladingiz? Haromga ishladingizmi, halolga ishladingizmi? O'zingizni tekshirgan bu odam o'zimni tekshirayman deb yetib uxlab qolibdi. Shuni ayolim uxlab qolibdi. Shu aytsa qo'pab ayoli chachrab qo'pab bir ish esim kelib qoldi deb, nima ish desa, mushu bolaga eg'rayoq chaqda qo'shnam mehmon uzatish bering deb chaqirganda, mehmon uzatish jarayonida bunda apelsini deydi hamda, portqan apelsini tizib qolibdi ekan, eg'rayoq bo'lganki sizga tatib ekanman, naytbek chiroyli ko'rindi. Ya bunda yengli elingli demidi, elingli demagandan keyin mehmonning oldi ya yemmedim uni. Shuni bidamki mehmonni uzatib chiqibdi. Men shu yog'liqamga nima qilib qo'ygan yingnamni elib, mushuninga yig'ini sanjib turib, aşağıda bir yutum içib olgandim. Keyin igizga deb qo'yaman deb unutib qolibdim, deydi. Degandan keyin shuni ulardan turib ketib, sizning qo'lingizdagi shu kichik yingna balangizning qo'lida juvaldirizlabdi. Tövbe qilayli Allohga deylikda. Demak, gunoh kichik gunohni qilaversa cho'ng gunohga aylandi. Kichik. Hatta kesel masalan, kichik bir yara chiqib qoldi. Biz uni parvarish qilmay qolib qo'ysak, yara cho'ngaydi, badanning shunga o'xshashlik gap bo'lmoqcha. Shunga kichik hamma ishlar kichigidan hal qilib o'tish kerak. Endi yerda halol harom masalasida arablarning bir qissasi bor. Mushu Saudiya Arabistonining cho'lligida bir odam bor ekan. Bu odamningki 3 bolasi bor ekan. Üçüncü ayeti Abdullah, birinci balasının ayeti Abdullah, ikinci balasının ayeti Abdullah, üçüncü balasının ayeti Abdullah. Bir günü bu adam kisallab yetip sakaratga tushgan chog'da ayoliga bunda vasiyat qilibdi. Abdullah miras aldı, Abdullah miras olmaydi, Abdullah miras aldı deb o'ylab qolibdi. O'ylab qolgan shuni ayoli, "Voy to'xtab tur, qasi Abdullah, o alitgan qasi Ahmadning qasi Abdullah" deb bo'g'chi odam nafas uzibdi. O qanday qildim endi? Abdullah miras aldı, Abdullah miras olmaydi, Abdullah miras aldı, qasi Abdullah endi bu deb ballarga deytgan. Dadangni shunda deb o'ylab qoldi meni. Biz uqanmadik buni endi. Chiqib besingni miras olmaysiz, ikkingni miras olasizlar. Biz buni joyida qilmasak Allohning oldida savol so'roq bor. Shuni sizlar shaharga berib, hokim nimadan qozining oldiga berib, o'sha ahvolni danglar, qozi balki buni hal qilib berishi mumkin desa, ma'qul deb o'shalar qozining qishqa boramiz deb bir sahroda ketib bo'lsa, bir odam tugam yetib ketdi, tugi uchratdingmi oldingda degandan keyin yo'q debdi. Yo'q deb olib, "Ha to'xtab turing, tugingiz qandoqda?" Tügü değil normal bir tügü dedi. Tamam. Tügünüzün büyüküzü emamete ha şundaq dedi. Tügünüzün kuyruğu kisveteylik mi dedi. Ha şundaq dedi. Tügünüz eğrayak mı dedi. Ha şundaq kömedek dedi. O adamın açıp hey oğurlar sen hemmini bilirsen körep tügemnin öz aynısını dep ben endi kömedim dedin. Seni ben qazını qış qapırım ya öldürüp yebepsen ya ki sertifikaylepsen tügemni teppe dep yamış vep dolu. Biz tüganını biz kömedik sen deppedin o aşındalıqni kömesen qanday bilirsen oğru ken sen dep qalgan qazı qış qapırman degan. Tamam meni qazı qış baratdik biz baraylamasa dep beribdi. Am bağandiken qazi onundan ahval so'raydi ekan. Qazi onundan ahval so'rab adamning gapini tinglab qilsa adam ma 3 tane o'g'ri mening tugamni evibdi. Hepmin deppedi, öz ayın deppedi degandan keyin qazi ras sizlar oldinglarmi, ko'dinglarmi, kömesen qanday deppedi qazi amdiki deb beraylik biz to'xtab. Mavo bu da qarasak shu bir tuga o'tlab ketibdi. Qarasak o bir tarafiga bunda yetib turib o'tlabdi. Qusiqi shu qumliqi petibdi, patqani eg'royoq ekan har holda dedik. Onunki bununki quyruqi qisqa ekan, qumga bunda petib qolibdi, bunda petib aşağının izi qolibdi. Onunki bu shu mavo o'ng tarafidan yaptı, sol tarafidan faqat yemabdi. Çünkü bir kishi kömaydi ekan buni degandan keyin
Adam şundamı dedi tüganlar dedi. He şundaq dedi degan. Bular tüganını kömep ketinglar sizlar deb ketkizib etibdi. Nimani? Adamni ketkizib etib, "Ma bek aqlli bola ekan, bu bolaning sirini bir uqayli" deb bu bolani bugun sizlar mehmon qilib olayman. Bizning ma mehmon kutishimiz yetib elinglar. Ertesi sizlarni chaqirib, sizning davoyingizni so'rayman. Bugun ma odamning davosini so'radik, sizning davoyingizni erta so'raydi etgan. Ma'qul deb bir uyga yotqizib qo'ygan. Yotqizib qo'yib, tomoq berayli deb, endi mehmon bo'lganligini deb tomoq akirtgan. Bir qachi go'sht qo'rib akilib, non bunda binasini akib bersa, uning bisimida qarab turib, "Ma nonni 9 oylik ig'ir oyoq bo'lgan ayol yiqibdi" deyotgan. Nonga qarab. Abisi qarab, go'shtimda ma go'sht, ma nimaning go'shti? Ya itning ya eshakning go'shti, ma biz yetgan halol go'sht emasmi debdi. Deb uchinchisi o'tirib, ma podshohninki dadasi o'zining emas xudayman. Ya'ni demak, unda o'chiq qilsang haromdan bo'lgan podshoh yema, qozi. Shunda qozi ekan-ku bu deb o'tiribdi. Shunda deshib o'tirsa, ertesi uxlab qoldi deb, ertesi qozi bilan chaqirtib, "To'xtanglar, sizning masalangizni so'rashdan burun, siz tungan nima deyishdinglar, uni so'rayman men" degankin. So'rang degankin, "Nonning bir ig'ir oyoq ayolning yaqqanligini qanday bildinglar" degankin, "O'chaqda tunur ma bu ma bizning tunurlarga o'xshamaydigan hamda arablarning tunurcha hamda ayollar bundan qilib turib bundan qilib yoqadigan uni qilgankin aqusga taqishib qilib nonni bundan qo'yib nonni ma tarafni o'rayapti deb bir tarafni tarafni o'rayapti. Shuning nonning ma bir tarafi xamroq chiqib ma taraf pishiq chiqib. Shu qo'li yetmagandan keyin ayol kishining qilam biz shu nonning bir tarafi xam chiqib qolibdi, qolgan taraf pishiq chiqibdi. Shunga shu ig'ir oyoq ekan, ig'ir oyoq bo'libmi shu qusqurasi yo'g'onga vaqt ekan dedik degan ras shunday ekan, ras deb so'ranglar degan ras shunday. Palani ayol yoqqanda ig'ir oyoq ayoldi deb. Uningki ma go'shtni hamda nima deb bunda yo'liqda itning go'shti, binasining go'shti deysizlar degankin, normalda go'sht ma biz o'chka, kala, qo'y, maning go'shtiniki dastlabda yog' bo'ladi. Onun için sunak oldu. Sunakның tepside onun için nima? Dastlabki go'sht oldu. Onun için sunak, onun için may. Yani ma qo'yni nima qilsak, dastlabki go'shtdan burun mayni yig'ini ko'ramiz qo'yna. Ama ma yirtqich hayvonlarningki may sunakning ostida bo'ldi ekan. Tepside go'sht, onun sunak, onun may. Bunda bo'ldi. Aynda degandikin Moşundaq ekan bu degandikin to'xta bu nima degan gap deb qas nimani oshpazni chaqirib, "Hey, nima deyaptingmi? Nima go'shtmi?" desa, "Ha, shu normal qo'y go'shti" degan. "Kallangni kesimi rast gap qilsam, men rast gap qilmasam bo'lmaydi, cho'ng bir hukm chiqdi menda" degan. Hamda ma bu go'sht gap qilibdi, sizlar darhol shu tomoqni qo'ng debdinglar, qarasak shu bidani ishti ketib borgan gachchiday qo'yabli ishni o'ltirib so'ygan to'q deydi. Endi mesela en çıngı geldi hem de 2 Abdullah'ını sorup oldu. 3. Abdullah'a ki sen kanda olapsın mini dadısının ki balısı emez bu deysen sen neden bilsen bunu diyen padişahım sizler sorup baksla analardan sorup baksla kandalıkın sorup baksla ya sen nime asas olan şunlar deysler diyen bizninki Arap'ninki İslam, Müslümanların adetinde bir öge mihmanını ekirip mihmanı casus qap koymaydı. Siz casus qap koygandıkken bu tigi tehdit pakiz emas deb bildik bunu. Sizin dadlarının balları emas. Emeliyeti casus qap koymagan bolsa, dişken gapni bilmeydi de o. Bilgilik casus koyganda alıma. Şunu surap kelsa siz analardan degan ma'quldab anasiga berib, "Ana, rast gap qilmasangiz bo'lmaydi. Rast gap qilmasa qat'iy bo'lib nim bo'lsa dang rastdan dang. Men dadamning balasimi? Voy, sizning dadangizning balasi kimning balasi bo'ldingiz? Yo'q, ma masala hukm masalasi bo'lib qoldi. Rastdan dang. Alloh rozi bo'lsin rastdan dang degan ekan. Ma'qul men rastdan deb dadangiz o'g'ich ketganda, o'g'al tug'masang seni qo'yib berman deb qo'rqitdi meni. Shuning dadangiz kap bo'g'icha men qiz tug'ib qolibdiganman, bir o'g'al tuqqan ayolning balasiga almashtirib olgan shu masala dedi. Almashtiribdi bizim dadasi emaskan. Kelganki shuni degan kelib hamda qozi uni qoyil bo'lib kelib hamda aniq. Endi islom hukmini endi so'rab keldim. Ras shu dadamning balasi emas ekanman men debdi. Deb kelib endi
degandikin endi sizniki nimangni so'ray deb ma Abdullah o'zining bolasi ekan, miras oldi. Miras olmaydigini miras olmaydigini dadasining o'zining bolasi emas degan qozida. Siz qanday bilasiz qozi uning bolasi emasligini, qanday bilasiz degandikin sen mi so'rab kelgan emisa? So'rab kelgan deyotgan. Ma'qul deb uni avatitgan. Avatgandan keyin anisi ana bu qozi dadangizning bolasi emas, siz deyotdi. Rostdan qanday gap bo'ldingiz? Ya sizning dadangizning bolasi siz bu deb o'yalab binasin degan. Yo'q, men hukm qilgan gap, men miras masalasi bo'lib qoldi. Ana rostdan degandan balam bir kuni dadangiz meshitga chiqib ketganda, meshitdan chiqib qarasa, aşı birisi tashlab qolibdi ekan sizni aşağıya. Ko'trabla akirib kelib, ismingizni Abdullah qo'ygan, shunda beqib bolalarimizga qo'shib baqqan, qat'iy sizga hech kimga demagan to'q, biz hech kim bilmaydi bu sirni. Hammadan o'zining bolasi deydi. Ayda baqqan to'q shu sizniki dadangiz noma'lum deyotgan. Shundan keyin qozining qashqib, qozi endi tamam, hamma deganingizga durust endi. Mening dadamninki o'zimning bolasi, dadamning bolasi emasligini siz qanday bildingiz degan qozimda turib. Sendek haramdan bo'lganni, mendek haramdan bo'lgan bildi debdi. Endi bu yerda o halal haram meselesinde mushu o'zini tutish, o'zini qanchalik aşu haramdan tutib, Allah'ın halal rızkını talep qilish nimasida bir qissa var. Bu qissa İmam Taberi, maşu mufassirlarninki kattisi İmam Taberi o'zi ko'zi bilan ko'rib Mekke'de rivayet qilgan. Bunu Ali Tantavi degan suriyalik olim qissa qilib yozgan. Tarix Suvaydan ve Muhammed Ratibin Nablisi qatorliq olimlar so'zlagan bir qissa. Şu qissa endi Ramazan'ınki keçilerden biri endi keçilerden biri aşı Mekke'de oturaqlaşıp qalgan bir adam var. Ebu Gıyas degan adamda şu Hicriye 255 yıl. Hicriye 255 yılki meselende. Şu çağda bu adam nad ve kembeğil. O çağda Mekkelik nimişki kembeğil dese tarihten biri Mekkelik cık kembeğil. Endi bayları Suriye'ye, Şam'a, Yemen'e bir bunda ticaret qilib, binas almashtirib, xormalarni apirib, setib, mal kelib, açlıqqa kelib anda qildi. Endi uni qilolmaydigan odamlar faqat shu yordam bilan yashaydigan shunda kambag'allamdi. İslam kelgandan keyin ahvol yana shunday bo'ldi. Kambag'allik jiqandi. Chunki terexchilik yo'q, boshqa ishlar yo'q. Faqat mavsumda, Haj, Ramazonda tijorat qilib, boshqa chaqda ish yo'q hamda. Hazır mı şunda başlayacak iş yok aynı hamda. Lekin hazır zaman terakki kılgan ki hazır yani adamlar bay. Şu kembeğildi şuna peygamberimizge buyurgan nimedi mi şu hele kan kılıç mesela hac ömrü jarayonida xatolik o'tkazsa kan qilib uning gücünü Mekke ehliga beringlar deb buyurishdi gapmi kambag'al bo'lganlik uchun shunday qildi. Nurgun sadaqalarni aşılığı buyurganlığımı İslam'da şu sebepten evde. Aynı bir kembag'al ekan şu çağda. Bu adam özü 86 yaş kelgan adam ekan. 86 yaş kelgan adam. O adamın bir ayoli, bir qaynonasi, bir singlisi, 6 tane qizi bor ekan. 9 aile. Endi kembag'al bu adam 86 yaş kelgan, ya ticareti yok, ya kasbi yok, ya işimiz yok. Bir gün şunda qo'ziq İç nayet açlıkta Ramazan'ın 3 gün ötküzepti. Hiç şey yemeyi su içip ötküzepti 3 gün. 3 gün ötküzep en ahire hem de ettigende namaz bamdatı çıkayda 10'dun tuzu 10'dun turamaydı. Mağduruyor karşımda. Lelenşip kayıp namazını öyde okuyurken bir tane pakize kiyimden bir tane kiyim varken sakmada çirip ketmeyen, tişlip ketmeyen bir kiyim varken bamdatını bu adam okuyurken okup an yüzündeki tişlik, yitlik kiyimlerini giyip durma, pakiz kiyimini ayalı verirken. Ayalı onunla namazını okuyurken, ayalı onun namazını okup alıp an yüzündeki konu kiyimini giyip onu kızlara verirken. Kızlar nöbetten ancak bir tane kiyimini 7-8 adam
almashtirib namoz o'qiyotgan. Shunchalar kambag'al. Bidani saq kiyim bor. Qolgan kiyim bor. Lekin namoz o'qib bo'lmaydigan kiyimlar. Eri yetliq, badani ichilib qolgan ayda kiyimcha. Moshundaq bir kambag'allikda shunda yashayotgan odamda shu chaqda namoz bandatga chiqolmayotgan haramda azon chiqidi, hammadan haram ketyotdi, kelyotdi, lekin 3 kun hech kimi yemaganlik uchun mag'dur yo'q, 10 ning qo'polmay, ham 80 yosh, 86 yoshga kelgan, ayni o'tirib namoz o'qiyotgan, o'tirib duo qilib o'tirgan bidamga xudni kun chiqqandan keyin qarang Abu G'iyos, endi bir sabab qilib baqaylar, Alloh taolo sabab qiling degan, uyda o'tirib olsak hammamiz ochliqni o'ylab ketamiz. Siz bir chiqib, bunda ko'chalarni aylining bir yerga ish chiqib qolar sizga deyotgan ma'qul deb ish yurtgan odamning qishqi bo'lsa 86 yosh kelgan odamni bekim bitirabni ish qilishdan hayo qildi. Bitirabni u qari odam nima ish qilib birdamdi? Ish qilmaydi, hech kim ish qilmaydi. Ish qilmagandan keyin aylanib iyaga berib baqadi, ishingni qilib beray deydi, binasini qilib beray deydi, bizning ishga ehtiyojimiz yo'q deydi. Ayndaq yo binasi bermaydi odamga. Ayndaq qilib aylanib ketib bir yerda shu masbalada, hozir qash masbalninki shu chaqda hamda kichigina bir xo'mi bor, endi daraxtlimi azroq bor, ashuna bir chuqurlik bunday ekan u. Sazliqdek bir ekan endi. Aşağıda o'tirib qattiq mag'dur chekayotgan ishada o'tirib qo'ydim. Endi ey Alloh, mening jinimni bir olsang, bir ulab ketsam deb duo qilay deb bo'lib, men ulab ketsam, uşaq qizlarim bor, uydagilar bor, uli qanday qildi? Xudoyim bizga o'zing rizq bergin deb o'tib. Dadi yan tatlab o'tirsa, bir yilonni tutib saldi, bir yilon. Bu yilonni tutib salib qo'qab tashlaytib da o'tib, yo'q bu qanday bir ko'makli, qanday yilon bu? Yana bir tutib boqay deb bunda nimani topini echib beqib nima qilib, endi merak etadigan bir tutib boqay dedi. Tutib beqib shat deb tassa, yo'g'on bir hamyon ekan. Hamyon degani bilamsan, pul saltgan narsa. Burungi zamonlarda terida yasaydi. Yilonni uning buning terisida yasaydi. Yo'g'on menda belgi bog'laydigan. Bir hamyon chiqdi-da, hamyonning dotasi ichini shunda asi ichida so'q, chin oltin ichida. Chin oltin chiqdi. Oltin chiqqandan keyin, bak Allohning bergini, Xudoyim berdi meni. Men degan haqiqiy shunga ehtiyojli bo'lgan odam. Bu odamning nafsi gap qiladi, aqli emas hozir, nafsi. Nafs degan narsa, masalan Ramazonda bir odam qattiq shu usab ketgan vaqtida muzdek suvni ko'rsa, odamning nafsi demdaydan, ichkin ol suvni hozir ichkin deydi. Bunda o'tib aqlni ish qilsa, o Ramazonga ma'vo ichsam bo'lmaydi-ku degandan keyin, shunga nafsi asta bo'shaydi. Aql nima kirdi. Shu odamning nafsi mana Xudoyim sana berdi, Allohning bergin degan mushu. Sendimi kambag'al bikim yo'q bu Makkada. Sana haqliq bo'lmasa kimga haqliq bo'ldi bu? Mushuni bir qancha dirham elib darhol berib bolalarga tamoq elib binasi qil. Deydi nafsi. Shunda deb to'xta. Bu xalqning omonati u, mening emas-ku bu. Endi men 86 yoshga mushchaq halol yeb, jabot tortib, shunda qilib halol yeb mushakilib 86 yoshga kelgan vaqtida endi bu harom yesam, mush harom bo'lib o'lib ketsam Allohning oldiga qanday boraman deb o'zini to'xtatib endi buni igisini teppiray, endi igisini topay. Igisini topsam endi igisi bir insofli azaq binas birib qolsa shuni balalarimni qo'sqin to'yg'izaman. Eng to'g'ri yo'l shu endi. Zot to'g'ri chiqamdi. İkisini tapsam, ikisi insaf qilsa, ya 100'dan birini, ya 10'dan birini bersa, nima qildimdi? Shunda adab endi buni uyga elib kirib, xudnimog'imi ko'rsatmay, endi qilsam o ayol kishi bo'lgandan keyin bolalarga ish chaqirdi, endi tayyam shu nimani mol dunyo kelsa, sen shuni bolalarga nima xaylab bermaysan, men bil urush qiltimisin bu deb, asta aka bir kumi olsa, xudni ko'rib qolgan. Oy sen nima ish qilyapsiz degandan keyin, "Hamisha binasi quyayotdim" degandan keyin o xudnamda aqs kirib tapib keldi, tepib. Xudoyimda bergan molni akib misha ko'mab qo'yguncha balani baqmamsiz hozir. Binas akib beramiz, biz och qolsak hozir bizning emas bu, bizning emas. Bizdek odamga haqliq bo'lmay kimga haqliq bo'ldi? Bizning haqqimiz bo'lmay kimning haqqi bo'ldi? Xudoyim bizga o'yga akib bersin bilmayapamsiz siz hamda. Bizda kambag'al Xudoyim akib berdi buni. Yani yo'q, Xudoyim akib bergan bilan buni men ya kasb qilib topmadim, ya bikim bermadi. Ishning haqqi bu, xalqning haqqi bu. Asaq bo'lmaydi buni deb yana ayda turib, bu mushuning pulni xaylaymiz deb tursa, men sizni taloq qilyaptim, oylib ketamiz bas. Oilamiz buzilib ketadi deb degandan keyin odam tamom emas deb jim turtgan ayolcha.
Qubul qilmasam qubul turutgan. To'g'anga shuni bu odam da o'ylab, men haramga berib, hamda haram tavoqliqda odamni jiqo'ni e'lon qilay. E'lon qilgandan keyin o'sha odamdan hamda igisi chiqib qolsa, chiqib qolgandan keyin shuni demsa, bitga binas bagin bolalarım qusqi ichib ketdi. Dey ashda qilay. Eng to'g'risi shu. Halal yeyishning yo'li bu shu endi buni biz yemagandan deb o'sha haramga berib e'lon qilgan. Menga bunda hamyon uchirdi. Qasingni yo'q hamyon uchirdi emas, e'lon qilmay turib, bunda turib qarab tursa, bir Samarqandlik odam deydi, o'zbek o'xshaydi. Samarqandlik odamdan birisi shada e'lon qilib turibdi. Mening bir shu hamyonim yetib ketdi, ichida manchilik oltin botdi, ashuni ko'gala deb bergan bo'lsanglar deydi. Manda binasi birmen demaydan bu adam e'lon qildi. Ko'rgan bo'ldi deb bergan, Alloh rozi qilsin, ko'rgan bo'ldi deb bergan bo'lsalar degan bu odam kutib turib binasidan ketsa, yana e'lon qildi. Madam qashqi berib, agar shuni bekimga uchirgan bo'lsa, ashuning bir 10%ni biramsiz ashuni qatsa, yo'q uni birammayman. Alloh rozi olsin. Ashuni tepasanglar men duo qilaman, birammayman degan odam asta ketib keldi. Ketib ikkinchi kuni haramga yana keldi. Yana kelsa yana e'lon qilib o'tibdi bu. E'lon qilib turgandan keyin bu shayx yana qishqi kelib, qarang, agar endi buni Allohdan qo'rqadigan bir odamga uchirgan bo'lsa, u odam sizga qaytirib beradi uni. Ammo shu odamning qaytirib berginga endi agar kambag'al odam bo'lsa, shuni qanday 10ning biriga unimidingiz endi ashuna bittalni bo'lsa-ma, masalan 1000ning birini bo'lsa-ma biramsiz ya desa, men birammayman. Alloh rozi olsin. Teppasin Allah ecir versin deb turayotgan. Shuni ola yana kelib uyga kelsa, uyga ayoliga deb biritgan mujdasi. Shundami bir bexil odamga o detgan. Shuni bilan aytsi, yana berib, yana nima qilsa, yana shunday e'lon qilib o'tiribdi ekan. Shuni bilan bir tilla bo'lsin, biramamsiz topgan odamga desa, yo'q birammayman degan. Biranmaslikdagi sababim bor, uni keyin deb berdi. Shuni bilan biranmayman deb turgandan keyin aşı ahvolni İmam Tabari mufassirlarning peshvosi İmam Tabari shu Makkada o'qiyotgan vaqt ekan. Iroqdan taqib qilgan buni. Yosh vaqt o'zi İmam Tabari. Shuning bilan u odam bermayman degan umidni o'zi bilan bermayotgan endi bu deb, endi u odam gibi kel, sening oltining mening uyimda kelman sana beray deb boshlab aytgan. Adamni boshlab aytgan İmam Tabarining qanday ish bo'ldi deb tarixchi bo'lganda tarix yozayotgan odam. Aqsni birlik etgan. Kelib uyga kelib, men oltamini, men oltining deb oldiga qo'ygan. Ha, oltinlarim mush ekan deb. Birdan bir sanayotgan, birdan bir sanaganda 1000 dona oltin ekan, 1000 oltin. 1000 oltinni saq sanab, hammani sanab, rahmatmi demay, akitgan uni, ko'tarib akitgan odamcha. Tug'anigan İmam Tabari'mi gap qilolmaydi ekan, endi o'mamda Iroqdan aniq. Şunu ketganligi bu ayoli deb ketgan, yo'q qandoq odam bu, shuncha bu shu ash oltinni sanavotga vaqtdaydi. Abu G'iyosyanning ayoli, ash qizlari uyning yuchiqidan da qarab turib, oltin deganni hayotida ko'rib boqmaganligini, kambag'al ko'zlari chekchib ketdi deydi. İmam Tabari nimadan ko'rib turgan? Ashunda qilib ketdi, xuddi ashu qattiq umid kutib endi bu yerda hozir sanavotda turib 5 siqimni bir vatida deb ayda tursa, gap qilmay sanab rahmatmi demay yudib akatdi deydi. Akatganligi shuning qattiq nimada qaynonasi ashada yiqib tushdi deydi ashu. Qattiq ashu xapliqda chamdi. Shundaqmi ish ekan deb. Shunda qilgandan keyin shu Abu G'iyosga aytamda o'tirib, bo'libdi Allohning taqdirini, Xudoyim bir Alloh kerim deb o'tirgan. Qilgandan keyin shuni bir kun o'tgan orliqda. Bir kun o'tgandan keyin ashu oltinni olgan odamning o'zi kilitgan. Kilib bu nimaning Abu G'iyosning qish kilib. Mushu 1000 oltin bilan sen teppagan oltin. Mushu men Makkada izlab boqdim. Sendan kambag'al odam yo'q ekan bu yerda. Sen haqlikansa, sana meni berdim meni deb bergan. Bergandan keyin bu hayron qilib, "Hay, bir tanga bering, 10ni birini sen bermaydingiz, bu hammani akibsiz qo'yamdi" deganda, "Ma ahvol bundaq. Men haramga chiqishning oldida dadamning 3000 tilla oltini so'atdi. 3000 tilla oltinning 1000 tillani bizning qarindoshlarga arishtirdi, aynan nima qildi. 1000 tillani haramga berib, menga umr qilgan, haj qilgan deb menga 1000 tillani berdi. Ya'ni 1000 tillani menga omonat qilib, mushu 1000 tillani Makkaning eng
kambag'al oilasiga bergan deganti. Shu bu omonatdi. Shu men onni desangmi beramadim, bini desangmi beramadim, omonatdi, shu beramadim buni. Deb endi hozir xabar keldi, dadam tugab ketibdi. Dadam tugab. Men ulab ketgandan keyin bergan deganti buni. Dadam tugab ketdi, xabar keldi. Anda bo'lgandan keyin men izladim, senden kambag'al oilani ko'mdim. Sana berdim de mingtallarning hammasi bir vatidi. Endi bu yerda bu adam Allah'a secde qilib shunda yig'lab ketdi, ayoliga deydi. Ko'rdingizmi? Biz ay nafsimizni ikki tillarni evilib ballarimizni qo'shqin to'yg'izaydi demay, nafsimizni yig'ibdik. Alloh hammani berdi dedi. Agar ming tillarni ichida odamlar Allohdan qo'rqmayotgan bo'lsa, bir ikki tillarni elib xaylib olib, shu yo'qkayni kam chiqdi desa hech kim qilmaydi endi uni. Lekin shu amonat topshirdi o adamga ay ming tillar keldi. Shu ming tillar kelganda o adam qanday qildi desa, tabarimi ketgan billa shu chaqda shu araştırıp bilgan. Sizmi o'ltiring deb adam ketgan, tabarinimi o'ltirib, to'xtang o'ltiring. Arishimiz men degan, men sizning oilangizdan bo'lmasam qanday arishimiz degan, to'xtang. Rasulullohning bir hadisi bor. Hadiya ashar o'ltirganlarning hammasiga deydi. Qanday nim degan gap desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da o'ltirgan chaqda sahobalar hadiya ketgan ba'zi xoma, ba'zi uni bunda aketgan. Akagandan keyin hamma odamga takkuzitgan uni. Hadiya ashar o'ltirganlarning hammasidan bo'ldi. Garchi hadiya Rasulullah'ın üzgü kelgan bo'lsa-mu, billa o'ltirgan keyin hammalarga nim qildi degan Rasulullah'ın bunda hadisi var. Men shu hadis uchun ish qilma. Buni hozir 10 o'labdimiz biz 9, sen 10 o'labdimiz. 10 o'lganda 100 tillarni ajishimiz etgan. Sanab turib 100 tillarni arishitgan. 100 tillarni arishgandan keyin nima bo'ldi? Taqsimotda kelganini Imom Tabariy olgan. Imom Tabariy deydi, şu yüzyıllarını elip kelip, onundaki nurgun kitap yazışımga, nurgun ta'lifotlarimga shundacık yardım qildi. Yüzyıllar degan az gap emas. Yardım qilib, nacık işlerini qildim. Şu 16 yildan keyin keldim. 16 yildan keyin Makka kelib, shuni izlasam, bu boy uzoq qamay vafot bo'lib ketgan. Buning kambag'al qizlari deydi, kambag'al qizlari. Shu cho'ng baylarga, amirlarga kelin bo'libdi deydi. Meni shunda hashamatli kutib oldi ular deydi. Dadamninki do'st dedi. Qarasam uçağdaki kambag'allikning hech qanday asirmi yo'q. Aşı 6 qiz, aşı padişahlarning ballarga, baylarning ballarga kelin bo'libdi, turmushi shunda yaxshi deydi. Shuni o'z ko'zim bilib ko'rdim deydi. Demak, ana buningda bu qissadan nima chiqdi desa, aşı halalning qanchalik barakatli bo'lganda, Imom Tabariy bo'lib nurg'un kitobni yozishiga aşı 100 tilla shunda yordam qildi. Pul olmasa qilib olmaydi, onlarning ichida kitobni bas qilib olmaydi, kitobni setib olib olmaydi, pul olmasa edi. Ana shuning bilan odamninki qilib qolgan 900 tillarmi hamda o'sha bolalarniki bayashat anda o'tishiga shundan nima bo'libdi? Odamma ko'ngli shunda xotirjam shu halol bilan ketibdi hamda. U odamning bir qo'qqayri ashalda shuncha hatto oyatini o'qiydi, oyatini bildi, hadisni bildi, ayoli deydi unga, "Hey, ölgülü qopqa vaqtida haromni yesimi durust degan oyat bo'lsa, sen nimanchi joyliqimda qilsa degan to'xtarsan meni tushungin. Men hozir 86 yoshga edim. Bugun o'lamanmi, 1 soatdan keyin o'lamanmi, bir qancha minutdan keyin o'lamanmi, qachon o'lam kelsa o'lama. Hozirgacha men shunda halol yeb, shunda qilib turib, en mushu umrim kelganda harom bilan ketib qolsam, qandoq men ziyon tortquchi bo'lmaymanmi? Shunga chidigandan keyin men shunga chidayman deb ayolga tasalli bergan odamda-da u. Xudoyim eng oxirida ashunda beriladi. Shunda yaşamak nayeti qiyin. Bu hayat rahat yuritgan hayat emas bu dünya. Fakat azap, qiyinchilik, iztirab, mushu hamma her bir qadimimizda imtihon, her bir qadimimizda imtihon qilinib turibmiz. Her bir muomalamizda, her bir ilm setimda, her bir işte imtihon biz. Mushu imtihon dunyosi bu hamda. Mushu imtihon dunyosini salomat o'tib ketish uchun biz hamma imtihonga diqqat qilish kerak. Balki bizning küçük bir imtihonlar bizni jannatga qilib o'tishi mumkin. Küçük bir imtihonlar. Bazı küçük bir imtihandan o'tmay bütün amelimiz bakovlab ketishi mumkin. Xudoyim saqlasin. Shunda imtihon. Shunga imtihonning cho'ng kichigi demay, bütün hayotdagi imtihonning hammasini o'tash kerak. Bu imtihon men sening imtihoning deb kelmaydi.
Aldığımız uçurab turdu şu. Her bir kadimimizde, her bir muamelemizde, her bir gap sözümüzde, her bir yemek içmekimizde biz aşı Allah Teala'nı zikir kılış değil mi? Allah Teala'nı zikir kılış. Allah deb zikir kılışkını emas. Allah'ın isimiz gelip Allah kontrol qilib turdi-ku. Ma işimden Allah razı bulan bo'lmamdi. Ma gapimdan Allah razı bulan bo'lmamdi. Mesela bir tane demek bina taqtilibdi. Mesela bir ovoz ekan yoki da'vat ekan yoki vatan to'g'ri bir gap ekan. Bunday qarab bu gapning foydasi bo'lamdi bo'lmamdi? Foydasi bo'ldi. Ma yurak beraymiz, savob bo'lsin. Men bir g'aybat shikoyat, bir tashkilotlarni, bir jamiyatlarni, bir yaxshi ish qilayotgan odamlarni so'kab ayndaqiliqi, ayndaq nima qilgan bir g'aybat qilgan narsa ekan. Manga hozir men yurak bersam, yurak bersam, Alloh taolo meni jazolamamdi. Alloh bilan bisab bo'lib qolmanmi, bo'lmaymanmi? Deganga o'xshash har qanday bir narsada hammada ixtiyor bor bizcha. Qo'limizni shunda yurakni besish basmaslik, bir parmoqni besish basmaslik bizning imtihon, ashim imtihon. Kichik bir imtihon, kichikdek ko'rindi, ammo nihoyat cho'ng. Mesela qanday cho'ng? Mesela Allah Teala'nın kalamını anlatgan, nihoyat yaxshi suhbatlar bo'layotgan, mushunda binasini shu parmoqni shunday olib yurib, yurakni berib taqtib qo'ysak, Allah Teala'nın mendalla ala xeyrin kafa'ali shunamanda. Shu bir yaxshi ishga başlab qo'ygan, yaxshi ishni taqtib qo'ygan odam qilganga o'xshash savob. Uyangda midirmay o'tirib savob topsa anadi. Rasmiy savob topsa garantiyli savob endi o. Endi birlarininki aybini aytibdi, birlarining g'aybatini qilibdi. Bizning hozir Facebook'da iyadi bir yerda bekimni tillagan narsani chiq taqit etgan kishilar. Tillashgan gapni bek taqit etdi. Aynan shu narsani shunday taqitib qo'ysang, ashning o'xshash g'aybat qilgan bo'lsa, o'xshash ayni tirik to'g'izib go'shini yegan bo'lsa, o'xshash imtihon bo'lmaydi. Şuna hayatımızın her bir dakikası, her bir minutu, her bir günü, her bir kişisi imtihan. İmtihanın kadar ötüş meselesi. Şu top doğru müstakim olsan, istikametlik olsan, imtihanın hepsini ötülür. İstikametlik olsan. Şuna Allah Teala'nın istikim, yani istikamet dileyimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın dini festakim kema umurte. Resulullah meni qeritayotgan ayat mushu degan. Meni qeritayotgan ayat mushu degan-da. Fastaqim kama umirta. Ya'ni sen buyurilguningdek top-to'g'ri bo'lgin. Yo buyurilguningdek top-to'g'ri bo'lgin degan gap Alloh taolosini qanday buyurgan bo'lsa 100% bo'lgin. Biz qancha % bo'layotimiz biz hisoblab baqsa. 10% ga yetamdi, 20 ga yetamdi, 15 mi hammadan o'zini tashlab ko'rsa bo'ldi masalan shuni. Ya'ni Alloh taolo talab qilib fastaqim kama umur. Sen buyurulgandek bo'lgin deganda %100 bo'lgin deydi Rasulullah'a. %100 bo'lgin deydi. Hozirgi insonlarning %100 bo'lgan insonlar bormi? Belki tap qilolmaydi. Intayin astaqul. 50% tap qilib bo'lamdi, bo'lmaydi. Endi shu hammadan o'zininki nafsini o'zini yaxshi biladi hammadancha. Shu o'zini kontrol qilib turish kerak. O'zidan o'zi imtihon ep turish kerak-cha bunday. Shu halol harom masalasida bilyapmiz. Hozirgi zamonda shu halol harom masalasini diqqat halol niyadan bog'i birinchi darajalik mujohid. Hech qanday mujohid buni yetenmaydi. Hozir mushu zamonda harom halol shunda qarishib ketgan, halolning yo'li tarlishib ketgan, harom tepishning haromning yo'li haromning o'ng'ay, halolning qiyinlashib ketgan, hamma narsamizni shak shubi aralashib qolgan muhimda paytda o'zingni pokiz ayda tutolgan odamni haqiqiy birinchi darajadagi mujohid desak bo'ldi. Sahobalarning birinchi varisi desak bo'ldi. Shunaqa odamlarni. Shu mana gelimizning kirgan narsa bor-ku, shuning o'zi bizning qandoqligimizni belgilaydi. Shunga bu bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir adam ilohim, ey Rabbim deb duo qildi. Nat ashbas ag'bar deydi. Nat shu topu tuzan bo'lib ketgan yuzlari. Nat bak bichora shundoq holatda turib, asli shunda bichora holatdagi odamning duosi qabul bo'ldi asli. Shunda turib u Alloh duo qildi. Uning duosi qanday ijobat bo'ldi? Yemak ichmak haromdan tursa, kiyim kechki haromdan tursa qanday qabul bo'ldi deydi. Rasululloh deylikda Rasululloh qanday qabul bo'ldi deydi. Qabul bo'lmaydi degan gap endi. Yana Rasulullohning bir hadisda mushu odamning badini haromdan, ya'ni harom yemakdan badinni harom ozuqlikdan o'stagan odam do'zaxga eng avlo deydi. Chunki haromning o'rni do'zax, halolning o'rni jannat qo'yamdi. Halolning o'rni jannat endi. Shu hamda hech qanday kichik ishlarni undaq
diqqatdan saqit qilmaslik kerakda. Kichik ishlarga qattiq diqqat qilgandan keyin cho'ng ishlarga diqqat qilgan bo'lsa adam. Anda cho'ng gunohlarni qilmayman, kichik gunohni qilaversam mayli emas. Kichik gunohimiz cho'ng gunohga aylanib qoldi. Shu bunda nima qilish, davom qilish orqali. Shuning uchun halol harom masalasida biz bolalarimizni aqlli qilaylik desak, aqlli, insofli, yaxshi qilaylik desak, birinchi Alloh taologa tayinib Allohga duo qilish, ikkinchi shu balaning yemek içmekliğine bek dikkat qilish kerak. Taladın göçlük binasini qat'iy yegizmaslik kerak balaga. İmkon qadar döner olsun, o olsun, bu olsun. Endi ay döner endi o'sha to'qilarninki ishlab chiqargan yerlarini ko'rgan odamlar, ashuni ko'rgan odamni ikkinchi to'qi yemasligiga qasam qilyapti endi. Ashu zakanda. Dura, faqatla dura endi. Ashu imkon qadar endi go'shtimigan odam uylab qolmaydi ayna. Ammo shu ko'ktatlar var mesela, go'shtning o'rniga fasulye var mesela, go'shtdek quvvatli. Undan boshqa üzümü har qanday odamning yo'llari bor mesela, izlab aynan nima qilishchandi. Shunday ishlarga bak diqqat qilish kerak. Balalarniki geldin, aynan haram shubilik narsa o'tib ketmasin. Undan keyin balalarning shunday taqvolik, mas'uliyat tuyg'usida cho'ng qilish hamda mas'uliyat tuyg'usi. Bular haram halol masalasi shu bolalarga uqtirishgan. Ko'ga yardım bir narsa yemaysa, gelingni saqlaysan. Bu gelimiz bizning noyatibak muhimda. Galdim pokiz narsa kisi ishimiz pokiz oldu. Paskina ayda narsa kisi ishimiz paskinalab qoldi. Şu anda Allah Taala hammamizningki farzandlarimizga shu o'zimiz ko'zlagandek Allah razı bo'ldigan shaklda ayda bizga nasib qilsin. Bugungi darsimiz bu yerda.